Voy, manbaga mana borlaringiz necha chiroyli ekan, nech pul? $99. Bizga ikkita bir xil. Nimaga bir xil demoqchimisiz? Chunki biz ajralmas, mehribon, qalin dugonalarimiz. Mana kecha ziraga oldik, bir xil. Mana nabor necha chiroyli ekan, nech pul ekan? 12 talik naborimiz skidkada $129. Bizga ikkita bir xil. Nimaga ikkita demoqchimisiz? Chunki biz ajralmas, mehribon, qalin dugonalar biz. Nima qilsak ikkita qilamiz. Mana naboringiz rostdan $59mi? Shundan ham bizga ikkita. Nimaga ikkita bir xil demoqchimisiz? Voy bilaman, sizlar ajralmas, mehribon, qalin yupqa dugonasizlar. Ana buni vobshe chiroyli ekanda. Bu $199. Bizga ikkita bir xil. Faqat buni bir komplekt qolgan. Bo'lmasa men olib turaman, hozir bu keyinroq olaveradi-da. Meni pulimga olyapmiz, shuning uchun men olib turaman, sen keyinroq olasan. Nimaga ekan? Men doim birinchi tanlayman, sen o'sha yopishib olasan. Bor, yo'qol ketdi, tushundingmi? Bor, yo'qol. Tushunmadim. Og'zing sasiysan. Sen endi o'g'ri bor. Men onamiz to'g'ri aytgan ekan, shu dugonang bo'lmagan bir molga o'xshaydi, befarosat deganlar. Bo'lmasa eshakka o'xshaykan. Men ayam aytgan, u kuchukka o'xshaydi. Qiladi, gaplashma qiz, yomon qiz degan menga hoppa. Kim bular? Qalin dugonalar.